Mana yangi gulini ko'rsatay. Bu mayda guli, 3 xil gul bor. 5 xildan rasvetkasi. 3,5 metrli uzuni. Bular simsiz bo'lgani uchun arqonlarga ham e'tibor berasizlar. Turkiya texnologiya O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Yo'g'on simsiz arqonlar. Simi yo'qlarga simsiz arqon ishlatyapmiz. Shuni uzuni 3,5 metrli. Qanaqa razmerda kerak bo'lsa aytaverasizlar. Hammasi 4 tomon ramkali 65 li nalchkalari. Nalchkalarning orqasi turetskiy hibi. Holovchilarga, to'shakka ham mana shu hibidan qo'yib beramiz. Zamoklarni ham qarab qo'yasizlar. Kiyimlarga qo'yiladigan katta zamokdan. Mana sinisi bor, голубойi bor, fistashkasi bor, bardovisi bor. Xuddi shuni singari mo'guldiki ham 5 xil rasvetka. Mana gulimiz ham 5 xil. Hammasini kачествоsi bir xil. Shular bizga ipek deb kelayotgan materiallarimiz.